To'g'risini aytaman, sinfda bolalarning soni 8 ta 9 ta. Oldin davlat maktabida katta o'g'limni o'qitganimda kuniga 2 marta talpa bo'lib o'shib kelmasa hisobmas edi-da. Egallab turib qurishni o'rniga qurib turib egallash deganini qo'yishi natijasida kodeksni noto'g'ri tushunganligi, shu so'zni adashtirganning orqasidan 3 yilga odam qamalib o'tirdi. Siz ana shu bolangizni menga bering. Men ana shu bolangizdan natija qilay, keyin siz menga o'zingiz rahmat aytib ketasiz. Misol uchun ta'lim vazirligidagi mutasaddilarga biz televideniyada ham savol berganmiz. Oddiy daftarni chekkasidagi qizil chiziqni asosini so'raganmiz. Nimaga bola u yoqdan o'tib ketishi mumkin? Nima uchun siz uni bahosini kamaytiryapsiz? Lekin o'qituvchilar o'zini avtoritetini ko'rsatishga harakat qiladi-da, bola neprav bo'lsa ham sen meni hurmat qilishing kerak, sen mana bunaqa qilishing kerak, anaqa qilishing kerak. Masalan, Mayli u hunar kerak bo'lmasin bu kelajagida, lekin u ham motorikasini rivojlantiradi-da. Boshlang'ich sinf bo'yicha javobgar ustozning o'zi PhD yo'qlagan, ya'ni olim ekanligini ko'rib, mana eng qiyin narsa hozir gadjetlardan bolalarni ajratib olish. Bizda ham и вообще o'zi massiv yoshlarda gadjetdan ajratib olish juda ham qiyin. Mana bola misol uchun 1 yilga bunga buncha pul ajrataman, 11 yilga buncha pul ajrataman. Lekin pulni berdimmi, kerakli mahsulot. Bu juda ham katta yutuq. Har bitta bolani nima narsada talanti bor, o'sha talantini ochib, hattoki международный olimpiadalargacha jalb qilishadi. Agar действительно shu narsalar siz uchun qadri bo'ladigan bo'lsa, qiymati bo'ladigan bo'lsa, bu to'g'ri manzil. Assalomu alaykum hammaga. Men Sindarova Nargiza Abdumajidovna, Davis International School asoschisi va rahbariman. Hozir biz ota-onalarimiz bilan birgalikda qisqacha maktab haqida suhbat o'tkazamiz. Kelinglar, ota-onalarimiz sizlarga o'zlarini birinchi o'rinda tanishtirib bersin. Meni ismim Zamira Jo'rayeva, bular xo'jayinimlar Sardor Jo'rayev. Biz oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Bir nechta yo'nalishda tadbirkorlik qilamiz. Bu qurilish yo'nalishi, malaka oshirish buxgalterlar yo'nalishi, tadbirkorlar bilan soliq masalalarida ishlaydigan kompaniyalar asoschisi rahbarimiz. Sardor Jo'rayev, tadbirkorman. Uy-joy qurilish, sotish, develop asosiy ishim. Ikkinchi tashkilotimizda ish boshqarish, strategik planирование bo'yicha maslahatchiman. Assalomu alaykum. Ismim Suhrob, familiyam Bobojonov. Yurist, advokatman. O'zbek Yurist advokatlik byurosining rahbari, ta'sischisi. Shu 3 ta farzandimiz bor, shuni 2 tasi maktabga boradi. Birinchi va ikkinchi farzandlarimiz. Uchinchisi hali maktabga chiqmaydi. Shu ikkalasini ham o'zingizlar maktabinglarda bilasiz, o'zingiz o'qiydi. Birinchi qizimiz Ahmedova Mahinur, 3-sinf. Va ikkinchi farzandimiz Ahmedova Shahrizoda, Nolovoy deymizku, preschool. Shunaqa sinfda o'qiydi. Rahmat, tanishganimdan xursandman. Taniyman sizlarni. Yana kelganlaringiz uchun xursandman. Zamira opa, nega aynan Sardor aka Davis International School'ni tanlagansizlar? Bu maktab men o'zim ko'rganman. Tanlagan paytimizda bet diplomat. Da, rename qilganmiz. Rename qilgansizlar. Birinchi bo'lib nomi o'xshagan. Potom shart-sharoitini surishtirganimizda bog'chadan endi birinchi sinfga chiqqan payti bo'lgan-ku. Bolalarga o'rtada 1 soatlik перерыв, sonniy перерыв bor edi. Mani bolam обязательно obedda uxlardi. O'sha sharoitlari juda ham yoqqan edi. Boshida o'sha bolalarga zabota вот это adaptatsionniy мягкий период bo'lgani uchun tanlagan edik. Fikrlaringiz bir xil. Bir xil. Suhrob aka, sizlarda? Endi biz ham xuddi singari bu masalaga jiddiy kirishganmiz. Abdurahim Fitratni ta'lim biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo falokatdir deganidek ta'limga e'tibor berib, mana shu Yangi hayot tumanidagi deyarli menimcha barcha shu xususiy maktablarni ko'rganmiz. Unda aynan Davis, aynan mana shu maktabni tanlashimizning eng katta sabablaridan biri bu yerda to'g'risini aytaman, sinfda bolalarning soni 8 ta 9 ta. O'zbek sinfda. Aynan shuning uchun tanlaganmiz. Sababi bola soni qanchalik ko'p bo'lsa, bu ta'limga, sifatiga qattiq salbiy ta'sir ko'rsatadi degan biz fikrdamiz.
Bu borada o'sha davlatga ham o'zimizni qanchadan qancha takliflarimizni berganmiz. Bola soni bo'yicha ishlashi hozir mana davlat maktablari 40 tadan oshib ketdi. 50 ta. 40 tadan oshdi, 45 ta, 43 ta, 50 ta. U 45 daqiqaning ichida bitta bolaga o'tir deb aytib 1 daqiqadan vaqt sarflasa, o'zi o'tir bilan o'tib ketadi. Bu birinchi bizani asosiy sabab bo'lgan. Ikkinchisi, farzandimiz o'zini ko'ngliga ham o'tirish stullari, o'sha partalar yoqqan. Va uchinchisi, eng asosiylardan biri Davidovs maktabini, mana shu sizlarning maktabinglarni natijalari haqiqatan bizani hayratda qoldirgan. O'sha qisqa muddat ichida olgan sertifikatlari, yosh bolalarni ko'rsatayotgan natijalari. Albatta har bitta ota-ona xohlaydi farzandini yaxshi joyda o'qishini, yaxshi natijalar erishishini. Endi qizlarga-ku ko'proq biz ta'limga ko'proq anaqa vaqt e'tibor ajratganmiz. Shu Dubaydan kelayotgan paytimda ham planshet olganimda ikkita qizimga olganman-da, o'g'limga emas. Chunki qiz bola millat uchun javobgarda, bu ertaga farzandlarni katta qiladi, boshqa qiladi. O'shaning uchun yo'q, ko'nglimiz to'lgan natijalardan, hozir ham to'ladi. Mana o'zingiz yuzingiz ko'zingiz uchun aytmayapman, to'g'risini aytaman. Yo'q, men kamchiligim bo'lsa, uni ham hozir so'rayman. Bilishim kerak, uni to'g'rilashim kerak. Sog'lom raqobat, tanqidni ko'taraman, mana hamma joyda ham aytaman. Ba'zi maktabga borganimizda, endi davlat maktablarida o'sha diniy libosda yurishga ruxsat berilmaganligi uchun ham olib borilganligini ko'rdik-da. U asl maqsad ta'limga yo'naltirilmaganda, shu sal bosh og'riqdan qochaylik degan maqsadda ko'rdik. Aslida biz bu joyda unaqa narsalar emas, balki aniq yo'nalish, matematika, ingliz tiliga yo'nalish olinganligi bizga juda ma'qul bo'ldi va shu uchun ham shu yerdasiz. Aynan shu maktabni tanladik va tanlaganimizdan Xudoga shukr. Demak, hozir mana keyingi bermoqchi bo'lgan savolim уже javob berdingiz. Nega aynan qaysi chasti sizga yoqdi deb savol bermoqchi edim. Uni hali to'ldirishim ham mumkin savolingizni. Agar ruxsat bersangiz yoki bulardan keyin qo'ysangiz. Birinchidan, boshqa maktablarga borganda, ochig'ini aytaman, o'sha boyagi joyi salanak qildi. Bolalarning berilish maqsadi, o'zi maktabga yurish maqsadi ta'lim olish, maqsadli mana qaysidir joyga chet davlatlardagi musobaqalarga tayyorlash emas, balki o'sha davlat maktabida bosh og'riq bo'lmasin degan joyini ko'rdik. O'zim guvoh bo'lganim uchun endi raqobatchini obro'sizlantirish bo'lmasin deb nomini aytmayapman u maktablarni. Uni ko'rdik. Keyin partalarda ham farq bo'ldi. Bolani o'tirganimda o'sha qizlarimning o'ziga yoqdi. Qulayligi, boshqasi. Mana hozirgi o'sha nolvoyda o'qib turgan qizimizni o'sha xususiy bog'chada edi. Bog'chadan boshqa maktablarga olib borib ko'rsatishgan. Lekin undan keyin bu yoqqa olib kelib ko'rsatishganimiz shu joyni tanladi. Interaktiv panellar, boshqalar. Keyin o'sha ustozni oddiy o'sha biz gaplashganimizda boshlang'ich sinf bo'yicha javobgar ustozni o'zi PhD yo'qlagan, ya'ni olim ekanligini ko'rib, bizga bu ma'qul keldi. Endi shunaqa. Ilm ahli baribir boshqacha bo'ladi. Hatto shu yosh bolani o'qitish uchun ham olim jalb qilindimi? Demak, bu o'ziga yarasha jiddiy yondoshilgan degan xulosaga keldik. Shu. Rahmat. Zamira opa. Menga boshidan yoqqan narsa bular aytgan hamma shart-sharoitlar, bu samo собой takrorlanmasligi uchun aytmayman, qo'shilaman hamma gaplariga. Undan tashqari shu o'qituvchilarni periodически malaka oshirishga o'zingiz jalb qilayotganingizni ko'p guvohi bo'ldim. Ayniqsa ingliz tili o'qituvchilari masalan kuniga bir nechtadan dumaloq video qilib, bolalar qanaqa shug'ullanyapti, ularda o'zgarishlar qanaqa tilida и так далее. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bitta bolalarning личный границasi juda ham joy-joyiga hurmatiga qo'yilgan. Masalan, meni o'g'lim juda ham такой ранимый, sal narsa bo'lsa sezadi-da, чувствовать qiladi. Agar грубый boshqa munosabat bo'lsa, no, yo'q unaqa narsa. Da, вот o'qituvchilarni o'quvchilarga munosabati avtoritarniy emasda, qanaqadir o'rtoq sifat, yumshoq и granitsalar hurmat qilingani. Bu yerda bor narsa. Еще bitta вот shaxmatda nima bo'ldi? Yana men ko'rgan narsam bo'ldi. Sizlar maksimalniy harakat qilyapsizlar bolalarni olimpiadalarda qatnashtirishga, tashqarini chet elga ko'rsatishga. Buni katta plyusi bolalarni dunyoqarashi kengayadi. Masalan, Yaponiyaga chiqib kelishdi o'zingiz bilan birga.
yerda har xil holat bo'ladi endi tashqariga chiqqanda, lekin eng zo'r bo'lgan narsa qancha o'sha yerda o'zi uchun boshqa bitta dunyoni, boshqa bir nimani, Yangi joyni. madaniyatni, tartibni kashf qilib keldi. Masalan, yaponlarni madaniyati qanaqa ular ozodalikka yoki tartibga ish qanaqa rejali bo'lgan, bu уже boshqacha ta'sir qiladi. Yoki masalan qaytishda Koreya orqali qaytishgan. Koreya bilan Yaponiyani masalan madaniyati tubdan уже ko'rinib turibdi, odamlar o'zini tutishidan farqi bor. Bola shuni ko'rib katta bo'lyapti. Sizlar har bitta bolani jalb qilganda maksimalniy, ekonomniy, shunaqa sredniy, optimalniy paket qilishga harakat qilasizlarki, не обязательно puli bor odam olib boradi. Imkon qilishni xohlagan odam qila oladi, olib bora oladi. Mana shu podxoddan menga juda ham nima deydi, solidarniy yoqadi podxodinglar. Rahmat. Xo'p, Suhrob aka, sizni farzandingizda именно mana bu rivojlanishida bo'lib kelayotgan muvaffaqiyatli jarayonlar, ulardan faqat muvaffaqiyat emas, o'z bilim olishida yana nimalarni sezyapsiz? Mana o'zgarishida. Mana taqqoslaymiz-ku oldingi holatni, mana Mohinurni hozirgi kundagi bilimi zo'rligi emas, oldingi Mohinur bilan hozirgi Mohinur shu vaqtgacha qancha yo'lni bosib o'tdi, undagi o'zgarishlar qanaqa? Endi bilimga albatta o'tamiz, lekin birinchi navbatda tarbiyasida ham ijobiy ta'sir qildi maktab. Ochig'ini aytaman bu gapni. Boshqa maktabni yomonlash, boshqa qilish niyatim yo'q, lekin bu yoqqa kelganda baribir nima deydi, yon atrof yana ham ijobiy ta'sir qildi. Oldin ham yaxshi edi-yu, lekin yana ham yaxshi bo'ldi. Qanaqadir baribir o'zini tutishi boshqasi bu biz uchun oliy o'rinlarda turardi va endi bilim masalasiga keladigan bo'lsak, o'sha nechta joyga bo'lsa hammasiga chiqib kelindi. O'zingiz bilasiz, mana shu Dohada deymizmi yo Dubayda deymizmi, boshqasidan hammasini natijaga olib chiqib berdinglar. Ko'z tegmasin. Shu ustozlarning mehnati tinimsiz. Men endi ochig'ini aytaman, farzandlar bilan harakat qilamiz-ku, lekin bizda unaqacha katta vaqt yo'q. Ochig'i unaqa harakat qilamiz bolalar bilan gaplashishga, boshqaga, lekin asosiy baribir sizlarning mehnatinglar bo'ldi. Bizning yo'nalishimiz to'g'ri farzandga to'g'ri joyini topib, o'sha joyga qo'yish edi. Men o'ylaymanki, shuni biz qaysidir ma'noda uddasidan chiqdik. Bu yoqqa u olgan natijalarni o'zi ko'rsatib turibdi. Keyin bilimga qiziqishlari, chanqoqligi yana ham oshdi. Endi o'ziga yetmaymiz uni, har doim yana deymiz. Sani kelasiga ham aytaman, sizlarni raqibinglar dunyoda endi o'zbek bayroqlari chet elda xilpirashi kerak, olimlar chiqishi kerak bizdan. Albatta. Biz uyalamiz, ochig'i qaysiki ma'noda bor. Hali ham shu 1000 yil oldingi olimlar bilan faxrlanib yuribmiz. Xorazmiy, Ibn Sinolar bilan faxrlanishni, orada shu Ulug'bek, Aliqushchilar chiqdi demasak, u yog'iga bir anaqasi bilan uyalamiz-da. To'g'risi, haligacha shu 1000 yildan beri bitta protokol yozmadik, boshqa qilmadik, bir ixtiro qilmadik. Televizor Toshkentda ixtiro qildi, o'zbeklar ixtiro qilmadi, yana u ham ketdi. Bu yog'iga olim bo'lishinglar kerak, o'rganishinglar kerak deb mashina qilib. Endi biz ko'p millatlarni ko'p o'rganganimizda kuchli millatlarni faqatgina kuchli onalargina o'sha dunyoga keltirishini ko'rganmizda. Men televideniyadan bir kuni chiqib kelayotganimda bir opa savol berdilar-da, siz nima uchun bizda qiyin odamlar to'g'ri gapni gapira olmaydi ko'pincha deganda, men ularga savol berdim. Savolga savol bilan javob berdim. Men javob beraman, xafa bo'lmasangiz dedim. Yo'q, mayli, javob bering dedi. Sababi sizlar ko'p ayollar sababchi dedim. Nimaga? Farzand ko'chaga chiqib ketayotganda nima deysizlar dedim? Chetroq yur, aralashma, boshqa qilma, qo'rqoq qilib o'stirgansizlar dedim. O'zi o'sha gender tenglik to'g'risidagi qonunga asosan 18 yoshdan keyin erkak bo'lish kerak. Lekin bizda 18 yoshdan keyin erkaklar emas, 50 ga kirgan bolalar bor hali dedim. Ochiq gapda qaror qabul qiladigan, boshqa qiladigan erkaklar kam dedim. Buni onalar tarbiya qiladi. Kuchli onalargina kuchli farzandlarni tarbiya qiladi. Bizda erkaklarning vazifamiz yaxshi onani tanlash. To'g'ri. Farzandlarni o'sha yutug'i erkaklar nima deydi, onalarni tarbiya qiladi, onalar bolalarni tarbiya qiladi deydi. Shu ham savol berdilar ular. Sizchi, mana sizni ham o'zbek ayoli tarbiya qilgan-ku deganda, endi bizda sal boshqacharoq edi. Endi oyimlar rus maktabida o'qiganlar, ochiq gap dedim. Ruslarga rus tilida, fizika, matematikadan dars bergan. Men bu bilan
ani ruslar kuchli boshqa demoqchi emasman, lekin oddiy haqiqatni har bir o'zbek biladiki, ruslar bor joyda ular haqqini talab qiladi. Bizani o'zbeklar qo'y, urushma, san gapirma, chetroq tur, boshqa qil deydi. Men televideniyaga chiqib o'sha qanaqa tanqidiy gapirganimda ham onamlar hech qachon menga bolam san unaqa gapirmagan, chetga chiqqan, qo'rqqin demaganlar. Biz taqdirga iymon keltirganmiz. Taqdirdan u qo'rqoqligim umrimni qisqartirmadi, mardligim qo'rqoqligim umrimni oshirmadi, mardligim umrimni qisqartirmadi deydi. O'shaning uchun qizlarga bilim bo'yicha ham, tarbiya bo'yicha ham kuchni berishimiz kerak-da. Men bu narsani ochig'i ko'nglim to'ldi. Ana shu Davidovga berganda va unda o'zgarishni ko'rib turman. Hozir o'zimni farzandimni maqtash nuqtai nazaridan aytmayapman. Lekin natija bo'ldiki, ikkinchi qizimni ham shu maktabga berdim, ochig'i. Endi men sizlarga ham bir yutug'inglarni aytib qo'yay. Ikkinchi qizimda balkim o'sha nolavoydan boshlaganiga ham bilimga chanqoqlik birinchi qizimdan ko'ra yuqoriga ko'tara oldinglar. O'sha ingliz tilida gapiradigan. O'zi o'tkir ekanda o qizingiz. Yo'q, ikkalasi ham o'tkir. Ikkalasi ham endi Alloh har bir odamni o'ziga yarasha qobiliyatlar bilan yaratadi. Ikkinchisi bir-biri bilan hozir raqobatlashishga kirishni boshladi. Ingliz tilida, boshqada. Bu uchun men to'xtamay minnatdorchilik bildiraman ustozlarga, vijdonan yondoshganinglarga. U maktabga olib borish oson, pulni olish, ota-onani jalb qilish oson, lekin u vijdonan nima deydi, yelkaga mas'uliyatni olib, farzandni o'zini farzandidek qilib, kerak bo'lsa o'zini farzandidan ham ortiq qilib bilim berish hammani ham qo'lidan kelmaydi deb hisoblayman. Shu. Rahmat. Sizlarda Sardor aka berapman. Nima edi? Savol mana shu Said Umar, birinchi sinfda kelgan Said Umar. Da mana ikkinchi 2 yil bizada yuribdi. Hozir mana 1,5-2 yil bo'ldi biza bilan yashayapti-da. O'sha Said Umar bilan hozirgi Said Umarni rivojlanishi qanaqa bo'ldi? Yaxshi. Yaxshimi? Rivojlanishi yaxshi. Said Umar men aytolmayman, juda ham qattiq o'zgardi yoki nimadir deb. Lekin достижениялari oshdi. Shaxmatlar turnirlarga olib bordinglar. Matematikalarda turnirlarga qatnashdi, Yaponiyaga borib keldik. Hammasi matematika yo'nalishi bo'yicha. Hammasi. Qiziqishi, demak, matematika molodets. Tomonlama bo'ldi. Uni o'sha nimasi, qobiliyati rivojlanyapti, yaxshi. O'zi ham masalan shart-sharoitlardan ko'ngli to'q. Masalan bormayman yo boshqa deb qaysarlik qilishi mumkin-da, boshqa maktablarda ham bunaqa narsalar kuzatilgan. Yo'q, na общевалniy shu o'qituvchisi, kuratori Luiza Rafikovnaga ham rahmat aytamiz. Juda ham ustoz. Juda ham yumshoq, juda ham nima qiladi. Yo, yumshoq emas lekin. Yo'q, bizga nisbatan yumshoqlar. Agar nimadir muammo chiqadigan bo'lsa, birpasda o'qituvchilar juda ham tez hal qilishadi. Shunday. Tez masalan tegiga yetishadi, tez, juda ham tez hal qilishadi. Luiza Padepda yaxshi tomon bor-da. Mana любой effekt Michelangelo degan narsa bor-da. Bu tosh bo'ladigan bo'lsa, toshning ichida уже qaysidir siluet bor уже. Просто haykaltarosh oladi-da, lishniy toshlarni obtashab, o'sha siluetni chiqarib beradi. Qo'shmaydi tashqaridan, yangi narsa boridan chiqadi. Luiza pa o'sha siluetni saqlab qolib, sindirib qo'ymasdan nimada talanti bor. O'shani ochib berishda, masalan, har doim aytadilar, matematikadan nima bo'lsa, Said Umar zo'r kuchli-da, matematikaga Said Umar olib boraylik. To есть har bitta o'quvchilarni nimada talanti borligini ko'ra olib, o'shani olib chiqib qolgan. Nimalar ham yaxshi tanlanganda, o'qituvchilar ham. To есть bolani qobiliyatlariga e'tibor qilib, просто keldim ketdim emas, 45 minut leksiyani o'qidim emas-da. Qobiliyatini, talantini ochib beradi. Haykaltaroshda gap katta-da. O'sha imенно buni talanti bo'yicha rivojlantirib bergan. Yana bitta tomoni, masalan, qottam o'ta sho'x bo'lgan, undan vasha xavotir olmaganmiz, любой maktabga borganda. Bundan juda ham xavotir olganman, chunki bu o'ta og'ir bosiq, agar kimdir davleniya qilsa, unga atpor bermaydi. Bu juda o'zini qattiq bosib ushlab turadi. Bu yerda sizlarni maktabda bullying ko'rmadim. Bolaga nisbatan. Masalan, bola kelganda kimdir kuchliroq bo'lsa, uni ugnetать qilib, nima qilishni boshlaydi-yu. Shu narsani ko'rmadim. Said Umar normalniy чувствовать qiladi bu yerda ham o'zini. Shu narsaga juda ham xursand bo'ldim. Chunki частный oldin davlat maktabida katta o'g'limni o'qitganimda
kuniga 2 marta talpa bo'lib urishib kelmasa hisob emas edi-da. Keyin o'sha narsadan yo'qotish uchun boshqa частныйga olganimizda kattasini haydab yuborishgan maktabdan частныйda, потому что o'sha привычка qolib ketgan baribir singib, bu yerda ham o'sha hunarni qilishga harakat qilgan, u maktab chidamagan. Keyin hozir boshqa maktabda o'qiyapti, ular ham zo'rg'a chidashyapti, amallab bitirib olsang bo'ldi. No Saidumar unaqa emas-da. Yo'q, u bola aslida, u bolangiz o'zi aslida yomon emas. U bolaga nimadir yetmayapti, u bola bunaqa holatda ko'p holda ona e'tiborini xohlaganda shu bola yo'q, mana bunaqada u mana boya aytgan narsamda опять-таки o'qituvchilar o'zini avtoritetini ko'rsatishga harakat qiladi-da, bola neprav bo'lsa ham sen meni hurmat qilishing kerak. Sen mana bunaqa qilishing kerak, anaqa qilishing kerak. Masalan, o'g'lim 5 ga задача yechgan bo'lsa ham 2 yo 3 qo'yib qo'yadi. Ну, принципиально nimadir o'qituvchi bu xato. Da, nima qilmaydi-da, mani o'g'lim как ana russkiy sinfda o'qib primoy odamda, o'zbekchaga o'xshab andisha qilib bu katta-ku jim turishim kerak, bu ustozim-ku degan narsa yo'q-da unda. U primoy gapiradi. Siz ana shu bolangizni menga bering, men ana shu bolangizdan natija qilay, keyin siz menga o'zingiz rahmat aytib ketasiz. Haydamayman. Javob beraman sizga, haydamayman. Unaqa bolalarning nechtasi tuzalgan? U chunki mana unga psixologik chiroyli podxod bo'lmagan. Uni nimaga o'xshab turishadi? Prosta nimalarda olimpiadalarda yutib keladi u. Maktabga kim oldinga olib chiqib beradi, agar bu ketib qolsa deyishadi, sho'xligiga chidashadi. Yo'q, u bolaga to'g'ri podxod bo'lmagan. Agar to'g'ri podxod o'qituvchi tarafidan psixolog ishlanmagan. Shunaqa Asaydumarda bo'lmadi, mana shunaqa nima bo'lmadi, agressiya yo boshqa narsa yoki nabarot depressiya, unaqa narsa bo'lmadi. Bizga juda ko'p kelgan unaqa bolalar. Asaydumarda o'zini talantlari bor, o'sha maksimum ochildi. Maktabga kelgandan keyin, chunki maktabga sizlarga chiqdi, sizlar ochilgan yilinglar birinchi yilingda o'sha aylantirganingizda даже har bitta mebelni qanaqa tanlaganingizga joyni beradi, что olib keltirdingiz именно bular uchun. Да. И поэтому aytibmanki, bolani sindirib ham qo'yishi mumkin-da, o'qituvchini munosabati. Поэтому qayta-qayta aytibmanki, bu yerdagi o'qituvchilar bolalarni частный границасini joyiga qo'yib, hurmat qilyapti. Bu mana katta o'g'limda o'tganimiz uchun bu qanchalik важныйligini o'zimizda bilamiz. Yo bo'ladi, ayniqsa birinchi bolalarda bo'ladi. Sababi ko'p. Suhrob aka, bizlarning maktabimizni, Devis xalqaro maktabini kimlargadir tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Hammaga tavsiya qilaman men. U internet tarmog'ida har yetib kelganlarda hammaga tavsiya qilaman-ku. Videolarni olib qo'yaman deb. O'zi umuman reklama boshqa narsa qilmaymiz. Misol uchun ko'p takliflar boshqalar tushadi, yo reklama bilan shug'ullanamiz, lekin ko'nglimga yoqqan narsani tavsiya qilaman. O'zimga ravo ko'rgan narsani boshqalarga ham ravo ko'raman. Bu maktabda insonlarning qobiliyati bilan yanada oshirish bilan shug'ullanib turishibdimi? Albatta uni yaxshi narsaga bizani xalqimiz loyiq. Endi nima deydi, biz ko'p takliflar beramiz. Misol tariqasida sizni maktabingizdan tashqari sal chetga chiqaman-da. Davlatga ko'p takliflar beramiz. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda, televideniyada. Ya'ni misol uchun bitta davlat maktabini saqlab turish uchun milliardlab pul ajratiladi. U o'zi bola soniga bo'lish kerak deymiz. O'sha bolani o'ziga, ota-onasini ixtiyoriga berishga va u ota-ona o'sha bolani ixtiyoridagi 1 yillik o'quvdagi pulini olsin-da, borib xohlagan maktabga o'zi bersin. Yaxshirog'iga bermoqchi bo'lsa, qo'shimchasi bilan bersin deymiz. O'shanda sifatni ustida ishlanadi. To'g'ri. O'shanda ham xalqimiz kuchli, bilimli bo'ladi, ham bu davlatimizga ancha nima deydi, foydali bo'ladi. Chunki davlat o'zi hakam vazifasini bajarishi kerak. Bizda hozir davlat dars beruvchi, ta'lim beruvchi unaqa qilish kerak emas. Uni davlat va huquq nazariyasi degan fan o'tilardi, endi biz birinchi kursligimizda. Ya'ni davlat nazariy jihatdan nima bo'lishi kerak, qanaqa bo'lishi kerak desa, u hakam, u nima, nazoratchi bo'lishi kerak. U o'zi maktab ochish kerak emas. To'g'ri. Mana bola bilganingni qil. Mana bola misol uchun 1 yilga bunga buncha pul ajrataman, 11 yilga buncha pul ajrataman. Lekin pulni berdimmi, kerakli mahsulot. Aslida puli tejaladi davlat. Albatta, kerakli mahsulotni keyin so'rab olaman. Agarda o'sha men bergan summaga yarasha mahsulot chiqmasa, ya'ni mahsulot bu qobiliyatli bolalar. Chiqmasa men shu yo javobgar qilaman yo pulni qaytarib berasiz desa, unda rivojlanish boshqacha bo'ladi. Hozir afsuski ta'limda endi biz ta'limimizga ko'p zarbalar berilgan.
ta'limda natijani ko'rib turibmiz-ku, ahvol juda pastligini. Shunaqa. Oddiy o'zbek tilini bilmaydi. Misol uchun menga ko'p kelishadi, ingliz tilini biladi, boshqa o'zbek tilini biladigan yo'qmi deymizda. Chunki so'zni ichiga kira olmaydi. Bitta, ikkita so'zni mana holat bo'lib turibdi. Hozir ham sudda urushib turibmiz. O'sha tergov organlari ketma-ketligini noto'g'ri qo'yganning orqasidan odam qamalib o'tiribdi. 3 yil qamalgan. O'zbek tilidagi ikkita so'zni qonunda Jumlani to'g'ri qo'ymaganligi. so'zni mana egallab turib qurishni o'rniga qurib turib egallash deganini qo'yishi natijasida kodeksni noto'g'ri tushunganligi, shu so'zni adashtirganning orqasidan 3 yilga odam qamalib o'tiribdi. Mana qarang, ta'limni qanchalik hozir davlatni oqsoqligi va davlatning o'ziga qanchalik bilimli insonlar kerakligi. Bu inson taqdiri-ku. Shuning uchun sizlarni maktabinglarni hammaga tavsiya qilaman. Nima deydi? Qani hammada imkoniyat bo'lsa, Hamma o'qitsa. hamma o'qitsa, bunaqa maktablar ko'p ochilsa, faqat Davidovsni emas, misol uchun juda ko'p nima deydi, xususiy maktablarni taklif qilishimiz mumkin. Ilohim hammani bolasi xususiy maktablarda o'qisin. Shunday. Lekin ko'nglimiz to'lgani hozircha berganimiz, ko'rganimiz sizlarning maktabinglar. Shuning uchun tavsiya qilamiz. Rahmat. Samir opa, Sardor aka. David Schoolsda nimasi yaxshi? Birinchidan, haqiqatda bolalar soni kam. O'qituvchilar har bittasi bolalarga, har bittasiga individualniy podxod. Даже direktorigacha har bitta bolani taniydi maktabidagi. Bu juda ham katta yutuq. Har bitta bolani nima narsada talanti bor, o'sha talantini ochib, hattoki международный olimpiadalargacha jalb qilishadi. Agar действительно shu narsalar siz uchun qadri bo'ladigan bo'lsa, qiymati bo'ladigan bo'lsa, bu to'g'ri manzil. Bu kelish kerak bo'lgan manzil. Xo'p, ustozlarni o'quvchilarga, ota-onalarga yondashuvi haqida birorta tavsiyalaringiz bormi yana? Bizga ham kerak-da, yana izlanishimiz kerak, ustimizda o'sishimiz kerak, kamchiligimiz bo'lsa to'ldirishimiz kerak. Masalan, menga bizga yoqadi. Luiza opa bilan unaqa ko'p gaplashmayman. Redko gaplashaman. Redko gaplashganim o'zida ham bilaman, что nimalar. Juda ham to'g'ri podxod hammada, ota-onaga nisbatan ham boshqa. Angliskiy o'qituvchilar ham hozir mana kiryotgan. Ularda ham har bitta bolani o'yin tariqasida vovлекать qilishyapti. Ancha gapiryapti bolalar ekan. Da, bolalar zo'r, tili rivojlanib chiqib, yaxshi o'zlashtirishyapti darslarni. Shuning uchun o'qituvchilarga men bilaman, что siz baribir o'qitasiz, ularni malakasini oshirasiz, o'zingiz o'qituvchidan chiqqan bo'lganingiz uchun sifatini ajratishni bilasiz. Da, tadbirkordan chiqqan odam maktab ochishi boshqa narsa, ichkaridan o'zi o'qituvchi bo'lib, xato kamchiliklarni ko'ra oladigan odam boshqaruv boshqacha bo'ladi baribir ham. Поэтому men o'qituvchilarda sizlarda sifatda biron bir kamchilik ko'rmayman. Rahmat. Bizga takliflar. Takliflarmi? Yana nimadir qo'shishimiz. Nima qo'shgingiz keladi o'zingiz? Men shaxsan o'zim, men kulolchilik, men qo'l mehnati qo'shgim kelyapti. Da, yaxshi, men поддерживать qilaman, chunki mana eng qiyin narsa hozir gadjetlardan bolalarni ajratib olish. Bizda ham и вообще o'zi massiv yoshlarda gadjetdan ajratib olish juda ham qiyin. Agar masalan bu narsalar qo'shilsa, menimcha biz ham xursand bo'lgan bo'lardik. Men nima uchun? Sababi hamma matematika, ingliz tili bu o'z yo'liga-da. Da. No, lekin kulolchilik, to'quvchilik, qanaqadir hunar, mayli u hunar kerak bo'lmasin bu kelajagida. Lekin u ham motorikasini rivojlantiradi-da. Yaponiyaga borganimizni eslaysiz-ku? O'sha yerdagi yurgan paytimizda har bitta magazin, supermarket, dam oladigan, ovqatlanadigan joydagi ekranlariga e'tibor berdingizmi? Hamma yoqda kimdir nimadir qilyapti. Yasash. Yog'ochdan narsa yasayapti, savatda o'qiyapti, kimdir nimadir tikib o'tiribdi. Shunday. Men ham Yaponlarda mana shu narsaga juda ham e'tibor berganman shu borganimizda. Bolalarni texnologiyaga emas. Da. Kompyuter yo chip to'qish, sложный narsaga, IT-ga emasdi. Imенно qo'l bilan qilinadigan narsalarga, handmade narsaga, bambuklardan ichiga narsalar solib, smart o'yinchoqlar yasash, qo'lida qilganlari. Bolalarini eslaysizmi?
kolonna qilib yurg'izib, hammasini qo'lida bayroqchasi bor, ustida nimchalari bor, tartibli. Da, shunaqa edi. Ulardan o'rgansa bo'ladigan eng yaxshi narsa ekan degan xayolga keldim-da. Qo'l mehnati. Mana demak, hozir qarang, men o'zi qo'l mehnatiga urg'u bermoqchi edim. Siz men nimadir topa olmay turuvdim-da, mana. Bar ota-onalar taklifi yaxshi-da, o'shani to'ldirib berdingiz. Men o'sha Yana bitta men qo'l mehnatining yaxshi tomonini aytaman. Masalan, biz hozir shunaqa tez harakatlanayotgan dunyoda yashayapmiz-ku, tez ulgurishga harakat qilyapmiz-da, уже miya bilan funksionировать qiladigan bo'lib qoldik-da, tanani чувствовать qilmay qo'yamiz. Juda ham katta stressda, asabda, kimni ko'rsangiz hammasi asabda. И mana shu stress, asabi periodически agar tashlab turmasangiz, nimadir orqali bu накопиться qilib depressiyaga sabab bo'ladi. Masalan, men o'zim o'tgan hamma kasalliklar olib chiqadi. Hamma kasallikka sabab bo'ladi. Ruhan o'zingiz masalan bodri, energichniy bo'lmasangiz, pozitivniy volnada bo'lmasangiz, уже siz ishonqingiz kelmay qoladi. И именно keyin men o'zim kichkina qizim rasmga qiziqqanda, men umuman rasmga qiziqmasdim. U bilan o'tirib birga chizganimda, men tushundim, что bu mana shu rasm orqali уже ancha stressni, charchoqni tashlasa bo'lar ekan. Hozirgi narsangiz, agar bu narsani yo'lga qo'yadigan bo'lsangiz, bu bugungi siyuminutniy rezultat emasda, bu katta bo'lganda ham psixologически qanaqadir напряженный situatsiyada turganda ham, masalan, rasm chizish orqalimi, qulolchilik orqalimi shu narsani chiqarib yubora oladigan yo'nalishi biladi bola o'zi uchun. Hozir shunaqa xodimlar olgim kelyapti-da, что bolani motorikasini faqatgina mentalniy arifmetika или robototexnika bilan emas. Bizda ota-bobolarimiz o'zi aslida ularda bo'lmagan deydi, ular o'zi mehnatini ichida o'sha motorika rivojlanganda ota-bobomizda. Ular sog'lom tabiatdan olgan, ketmon chopgan, yer og'dargan, o't o'tagan, o'sha ham motorik mashq qiladi aslida. Biz endi hozir yo'q. Yer chopadigan joyimiz yo'q, ketmon qiladigan, chopadigan joyimiz yo'q. Endi biz mana shunaqa narsalardan beramiz. Men o'zi plan qilib o'tirdim, rejalashtirib, rejamni Sardor aka to'ldirib berdingiz. Rahmat sizga. Точно shuni qilaman. To'qishdan ko'ra bu qiziqroqda. Da, to'qishdan ko'ra. Siz nima bizga taklif berasiz, что o'qituvchilarimiz qanaqa bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi? O'qituvchimiz birinchi mantiqdagi umumiylikdan yakkalikka qarab deganda, umumiy maktabni o'zini haftasida bir 2 kunmi ingliz kuni qilish kerakda. Qaysi ma'noda o'sha kuni hech kim ingliz tilidan boshqa tilda gapirmasin. Hech kim boshqa tilda gapirmasin. Faqat ingliz tilida oddiy gaplashsa mumkin emas deyilsin, hech kim yana bir qanaqadir yengil ishtirok. Agar boshqacha gapirib qo'ysa, nechustительный ishtirok bo'ladi. O'shanaqa qilsin deyman. Ikkinchisi, bolalarga fantastik janrlarni o'qitish kerak deb o'ylayman. Nima uchun? Bu bizdagi xos bo'lmagan odat. Mana IT park qurilganda, Xitoy tajribasini o'rganilganda, IT park qurilganda ularda hech haqiqiy aytishchilar chiqmaganda. Keyin ular nima uchun Amerikada to'xtovsiz IT bo'yicha mutaxassislar, olimlar chiqadi, bizda chiqmaydi deb Amerika tajribasini o'rganishgan. Va shu o'rganish natijasida bitta narsa ma'lum bo'lganki, o'sha aytishniklar, narsalarni yaratayotganlar, yangiliklar yaratayotganlar yoshligida fantastik janrda kitoblarni ko'rgan, o'qigan, kinolar ko'rgan odamlar bo'lgan. Shundan keyin Xitoy barcha o'zini maktab darsliklariga fantastik janrni joriy qilgan. Afsuski bizda ramkaga solish juda ham ko'pda. Men hozir mana bular aytganlarda shu narsa ko'zimga keldi. Birinchi farzandlarni aytganlarda bolani sindirib ramkaga solishga harakat bo'lib turibdi. Bu eng katta xato. Men bu bilan ko'p kurashamiz biz. Mana masalan ta'lim vazirligidagi mutasaddilarga biz televideniyada ham savol berganmiz. Oddiy daftarni chekkasidagi qizil chiziqni asosini so'raganmiz. Nimaga bola u yoqda o'tib ketishi mumkin? Nima uchun siz uni bahosini kamaytiryapsiz? Vaholanki bola huquqlari bo'yicha konvensiyalarga ko'ra, qonunlarga ko'ra bu bolaning mulki. Xohlasa bunaqasiga yozadi, xohlasa bunaqasiga, u mulkni xohlagancha tasarruf eta oladi. Misol tariqasida, nima uchun, nimaga sizga qiziq bo'lib qoldi desangiz, bu narsa oqibatda yosh kattalarni ham romkaga solib qo'ygan. Misol uchun, yo'lda to'xtash mumkin emas degan belgilar o'rnatilgan, hech kim so'ramaydi. Nima uchun bu yerda to'xtamasligim kerak? Siz xohlamaganingiz uchunmi? Bu meni haqqim-ku yoki mana o'shani oqibatida kelib chiqaradi-da. Bu biz sabab
nimada demaymiz-da, oqibat uchun kurashaveramiz. Demak, birinchi farzandingiz o'ta qobiliyatliki, o'sha men bularning gaplariga hech shubham yo'q. Bu yoqqa olib kelsangiz yaxshi bo'lsa kerakki. U har tarafga qarab yurib turibdi, uni romkaga solishga harakat qiladi. Bizda yoshligidan boyagi nima uchun o'zi endi uni aytmay turdim. Boshqa maktablarga borganda ikkita bola bittada o'tiradigan, boshqa romkaga solishga harakat qilganda stanikida bittaligida. Parta. O'sha eng katta ta'sir qilganlardan bo'ldi. Demak, bola xohlaganicha o'tiradi, u bemalol bo'ladi, u erkin, o'zi inson ozod tug'iladi. O'zini shaxsiy chegarasi. Ha, o'zini shaxsiy chegara to'g'risida bular gapirdilar. Ko'pchilik uni tushunmaydi, hozir kattalar tushunmaydi. Oldin bizda yoshligimizda murojaat qilsam maylimi derdi. Nimaga desangiz, ani eshigini taqillatib uyingizga kirsam maylimi degandek gapdi. Uni o'zini shaxsiy chegarasi bor odam. U kelib turib xohlagan gapingni gapira olmaysan. U qo'lidan usha olmaysan, bir nima gapira olmaysan. Bir amerikalik odam ketib turibdi. Holatda mana bularning gaplariga misolda katta odam, katta odam, bir katta bir auditoriyaga ega bo'lgan inson borib unga to'g'ridan-to'g'ri gapirib turibdi. Keyin u bunga qarab aytib turibdi: "Ey, sen meni shaxsiy chegaramga kirib turibsan-ku" desa, "Biz jamoat joyida turibmiz-ku" deydi. Uni hali aqli onga yetib kelmayapti. Har bir insonni atrofida o'zini shaxsiy chegarasi borligi. Tushunasizmi? O'shanga yetib kelmayapti. O'shaning uchun endi yana o'sha mavzuga qaytadigan bo'lsak, boyagi masalaga qaytadigan bo'lsak, birinchi navbatda nima uchun ingliz tili? Shu biz turk litseylarini bilamiz. Turk litseylarda endi to'liq ingliz tilida o'tilgan, ulardan chiqqan bolalar ko'pchiligi katta-katta mana lavozimlarda ishlaydi, katta-katta joylarda ishlaydi. Hozir ham yaxshi o'zini o'rnini topgan jamiyatda. Va fantastik janrlar bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bu insonni o'sha tasavvurini, taassurotlarini kuchaytiradi. Kelgusida bizaga endi tarixiy kitoblarni o'qib gapira oladigan odamlar emas, ko'proq noaniq bo'lgan kelajakda qaror qabul qila oladigan odam kerak. Tarixda mana bunaqa bo'lgan, faqat tarixni o'qiyverish emas, oldinga qarab harakat qiladi. O'shaning uchun fantastik janrlarni kirgizishinglarni biz tarafdor edik. Keyin ingliz tili bilan matematikani yana ham kuchaytirish kerak deyman. Nimaga? Endi qizimga aytaman, qizim, matematika bilan ingliz tilini yaxshi o'qish kerak. Chunki biz vatanimizda bo'lib turib, o'zimizni ona tilini yaxshi bilsang ham seni institut qabul qilmasligi mumkin. Senga super kontrakt, giper kontrakt, boshqacha o'sha ona vatanda turib biza xo'rlanishimiz mumkin. Lekin sen ingliz tili bilan matematikani bilsang, begona davlat xo'rlamasdan, bo'pti, ingliz tili bilan matematikani bilar ekansan, nimaga qiziqasan? Sun'iy intellektmi? Mana kirib o'qi. Boshqa o'sha qobiliyating bor narsam o'shanga o'qitib, hamma sharoiting xohlagan institutga kirish eshigini shu ikkita fan ochib beradi. Va nima uchun yana ingliz tili bilan matematika? Hindiston nimaga kuchayib ketdi? Chunki Amerika qarasa tayyor 250 millionta ingliz tilini biladigan, matematikani biladigan odam, o'quvchilar. U bekorga prezidentimiz o'sha qaror qabul qilmadilar, u ingliz tilini biladiganlarga qo'shimcha to'lovlar, boshqalar joriy qilinmadi. Davlat siyosati bekorga u tomonga qarab ketmadi. Ingliz tilini qanchalik va matematikani qanchalik ustunligini bildirish uchun. Shuning uchun ingliz tili bilan matematikani o'zi yaxshi ketib turibdi, yana ham kuchaytirish kerak. O'sha ingliz kunlarini qilish kerak. Faqat normani saqlash uchun qanaqadir o'sha kunlar milliy kiyimda yurishlarini men tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni milliylikni ham unutmasin. Bilasiz, o'zingiz biz farzandlarimni tashqariga chiqarib olsam, faqat milliy kiyimlarda borishini o'zi shunaqa yuradi sizga. Sochlari o'rilgan keladi. O'sha chunki chegaradan chiqqandan keyin u bizani farzandimiz emas, millat farzandi deymizda. O'sha millatni farzandi bo'lsin. Boshqa chet tillarini bilgan millat farzandi bo'lsin. Shunga ko'proq e'tibor berishinglarni va okamlarni bergan juda yaxshi takliflariga qo'shilaman, shularga ham narsalarni qilishga ham qo'shilaman. Siz aytgan narsangizga aktyorskiy mahoratni ham o'ylab yuruvdim-da o'zi. Ana o'zi aktyorskiy mahorat qilamizmi? Bu hali O'zbekistonda rivojlanmaganda. Endi balki meni fikrlashim shu, ko'p chetlarga chiqaman, o'zim ingliz tili o'qituvchi bo'lganligim uchun o'sha narsalarni xohlarman. Mana ichimda ota-onalar to'ldirib beryapti. O'zi mana janr degan mahoratga xos как раз Saidumar qatnashyapti, Subota воскресенье. Oratorskiy reч, aktorskaya nima, shanba yakshanba rus tilida bo'ladi unisi. Men yana bitta дополнение qilardim. Men tadbirkorman, ko'p xodimlarni ishga olaman. В основном hozir zoomerlar deydimi, Z avlodi kelyapti ishga.
ular bilan xodimlar bilan ishlaganda nimada qiynalyapmanki, sabab oqibat sippochkani bog'lolmaydi. Mana bunaqa qilsam rezultat mana bunaqa bo'ladi, uni rezultati mana bunaqa bo'ladi, yo'q. Или bugungi holatda sababi nima bo'ldi? Ikkita situatsiyani o'zaro bog'lay olmaydi. Juda ham qiynalyapmiz bunaqa kadrlar bilan ishlashga. To'g'ri. Da, mana shu narsani va yana bitta oldin olish mumkin bo'lgan narsa bu mana shaxmat sizlar qo'ygansizlar-ku turnirlar narsalar. Shaxmat как раз 2-3 ta qadamga oldinga o'ylashi sabab oqibatni bog'lashni o'rgatadi. Вот yoshlarda eng qiynalayotgan narsamiz oddiy narsani sababi bilan oqibatini o'zaro bog'lamasligi. Ular bilasizmi, hozirga kelayotgan yoshlar anaqani o'rtasida bo'lib qolganlarda, SSR bilan O'zbekiston mustaqil bo'lgan vaqtdagi bolalar bo'lib qolyapti-da, ular uzilib qolgan. Qaysi 2000-yildan keyingilarni ham mana yoshlarni olamiz, 20-17 yashardan. O'shalarda shunaqa holat. Ularda sabab oqibat yo'q. Mana hozir mana bu ish qilding, mana bunaqa bo'lishini bilarding-a? O'ylamabman. Tanqidiy fikrlash. Shu uchun ham mana qarang, oldin yo'q edi-da, mana bu tanqidiy fikrlash yo'q edi, unaqa critical thinking fanlar. Hozir ular bor. Yo'q, tanqidiy fikrlash, meni o'ylashim bo'yicha sal boshqacharoq narsa-da. Qo'limdagi narsam sinib qoldi deb siqilgandan ko'ra, yangisini olaman deb xursand bo'lgan variantni tanlashlikda tanqidiy fikrlash. Yo'q. Bu yerda nima ketyaptiki, sabab men hozir nimadir ishni qilaman, oqibati nima bo'ladi? Orasidagi bog'lashlik yo'q-da. Tushunasizmi? Odam hozir bir nimani ishni qilyapti-da, ertaga oqibati nimaga olib kelishi mumkinligini o'ylamayapti. Mana tanqidiy fikrlash fikrini bizlarda xato fikrlash ketyapti-da o'zi, tushunyapsizmi? O'sha hozir aytayotgan oqibat tanqidiy fikrlashi yaxshi bo'lgan odam, mana kritiskiy mishleniyasi zo'r bo'lgan odam hozir o'zi qiladigan ishini oqibati nima bo'lishini biladi. Tushundingiz? Bizda o'sha narsa rivojlanmay qolgan davrdagi bolalar 2000-yildagilar. Endi tan olaylik, mustaqillik bo'lgan 90-yildan keyin davlatimiz rivojlanib, oyoqqa turib olguncha yillar kerak bo'ldi-da. Ular baribir o'sha sal oqsoqroq, qoloqroq davrdagi bo'lganlar. Masalan, o'sha davrda institutda o'zim o'qiganman. Endi qanaqa o'qiganman, nima bo'lgan, nima qo'ygan, endi o'zim bilaman. Hozirgi o'qiganlar boshqacharoq. Agar men 40 yoshimda qilgan ishni sal kallasini, sababini, oqibatini o'ylab, ular 30-25 yoshda qila oladi. Men ham qayerlardadir oqibatini o'ylamaganman-da, sababini o'ylamaganman-da. Bu natijaga kechroq erishdim. Bizga prosta singdirilgan mentalitet bo'lganda, pensiyaga chiqasan, bitta joyda mana shuncha yil ishlashing kerak, tayinli ish bo'lsin, kam bo'lmagan, bu fan bo'lmaganda, tushuntirilmagan ularga. Da, chegara qo'yilgan, pensiyagacha bitta joyda ishlayman. Hozir menda ham malaka oshirish bor-da, o'qitaman, dars beraman katta yoshli auditoriyaga, o'zim tengilarga. Xabarim bor. O'zimda qaynukalarim o'qiykan sizda. O'qitgan paytimda menda yana bitta qo'shimcha dars o'taman, maqsad qo'yish darsi. Odamlardan dabdurustdan so'rayman, nima maqsading bor? Ularcha maqsadi bilmaydi. Topayotgan puling yetadimi? Yetadi. Necha pul topasan? Kichkina qanaqadir summa yetadi. Onanggacha, onangni orzulari bordir, qayergadir borgisi kelar, yoshlari katta bo'ldi. Неужели oyingni nimasini orzulari ro'yobga chiqarish xohlamaysan desam, oyim orzusini so'raman, men oldilarida sog' yursam, shu onamni baxti deb o'ylayman dedi. Вот ko'ryapsizmi, настолько men bu uzoqroqni, kattaroq segment ko'rmayapti-da, unga отдельный dars qo'yib, bosqichma-bosqich, bitta olib o'taman, o'sha 0 tochkadan o'ta maqsad qo'yib rezultat qilishga. Nega? Agar biz ota-onalarda xuddi shunaqa ishlasak, bu bolalarda aks etadi. Bolalar kopiya qiladi. Sizlarda hozir olimpiada tizimi ham yaxshi bo'lyapti. O'ta sel qo'yadi, qanaqadir harakatini qiladi, debivatsiya qiladi. Bu shakllanadi. Borib shakllanadi. Qisqa qilib aytganda stakan kichkina. Mana bularni aytgan narsalariga bitta misolda, mana sabab deymizmi, nima uchun oqibatni o'ylamaydi? Chunki mas'uliyat yo'q. Kimda mas'uliyat bo'lsa oqibatni o'ylaydi. Masalan, mana aytib turibsiz-ku, mana bu ish qilgandan keyin oqibati nimaga keladi deb o'ylash uchun mas'uliyat bo'lish kerak. Falonchi aytgani uchun bundoq olib qo'ydim degan emas-da. To'xta, falonchi aytdi, bundoq olib qo'yishim kerak, lekin uni oqibatida nima bo'ladi? Oqibati bu yoqqa olib keladi. Mana bunaqa qilsam yaxshiroq-ku deb aniq yechimi bilan berilsa, unda u boshqacha xodim bo'ladi. Bunaqa xodimlar topish juda qiyin. Mana qo'limizda 20 ga yaqin advokat bo'lsa, misol uchun, ish ko'p,
malakali advokatlarni topish juda qiyin. U malakali advokatda emas gap. U soliq maslahatchisi deysizmi, buxgalter deysizmi, u santexnik deysizmi, elektrik deysizmi, boshqacha deysizmi, malakali xodimni topish qiyin bo'lib qoldi. Endi yana nimaga o'sha Yaponiyani Kaizen, endi Yaponiyani o'zi dunyoda ikkita rivojlanish bor deydi-ku. Kaizen bilan innovatsiya. Yaponiyani Kaizenida aytiladi. 4 marta nimaga desangiz, javobga kelasiz deydi. Nimaga desangiz, endi siznikiga bog'laymiz. Tanqidiy fikrlash yo'q edi oldin. Tanqidiy fikrlangan odam o'sha 16-yilgacha yo qamalgan, yo ishdan ketgan, yoki davlatdan haydalgan deymizmi, qochgan. Tanqidiy fikrlash mumkin emas edi, etildi, bajarilishi kerak edi. Shu yo'q bo'lgani uchun. Ha, yo'q edi. Tanqidiy fikrlagan odam nima uchun tanqidiy fikrlaydi? U mas'uliyat bilan qaraydi. Bu oxirida nima bo'ladi deydi. Bunaqa bo'lmasa-chi deydi. Endi siyosiy tizimlar bor-da, misol uchun huquq oilalarida demokratik huquq oila, islom huquq oila va Afrika huquq oilalari bo'ladigan bo'lsa, ba'zi huquq oilalarida ko'rmasdan turib ishondim deydi. Demokratiyaning asosida mantiq yotib, mantiqni qarama-qarshilik prinsip yotadi. Ya'ni bunaqa bo'lmasa-chi degani. O'sha tanqidiy fikrlash yotadi. Bunaqa bo'lmasa-chi deydi. Bu bizi nomimiz demokratiya bo'ldi-da, o'sha tanqidiy fikrlashni 16-yilgacha rivojlantirmadik. Natijani ko'rib turibmiz. Ana bolani ismini ming Botir qo'ying, uni karatega bermasangiz, kurashga bermasangiz, u o'zini o'zi Botir bo'lib qolmaydi-da. To'g'ri. Uni talabiga javob berish kerak. Ana o'shaning uchun tanqidiy fikrlashni endi rivojlan. O'zimiz ham bir paytlar Usmon Nosirning she'ri "Ma'bda sabimdor ekan-ku" deganimga maktabda qancha shunaqa tanqidga uchraganman-da, to'g'risi. Mana hozir endi rivojlanish ketyapti. Tanqidiy siz kiritish niyatingiz bormi maktabga tanqidiy fikrlash? Tanqidiy fikrlash bor, o'zi bor. Mana prezident maktablariga birinchi kiritildi. Katta sinflarimda Global Press bilan Life Orientation degan darsi bor, 7 dan yuqoriga o'tilinadi, ungacha emas. Sekin-sekinlik bilan. Endi tanqidiy fikrlash deganda o'zi mana bu mikrofonni kimdir yaratgan, to'g'rimi? Buni qayerindir o'zgartirib. To'xta. Buni bunaqa emas. Mana bunaqa qilib yaratganimda bu bunaqa bo'lgan bo'lardi. Buni mana bunisi kam. deyish bu tanqidiy fikrlashda bu odamni o'stiradi aslida tushunsa tagini aslo o'sha oqibatlarni yaxshilaydi oqibatga o'ylashga natijasi qanaqa bo'lishini fikrlashga odamni da'vat qiladi shunaqa bu narsa qo'shganinglar zo'r bo'pti 7-sinfdan yuqoriga birinchi bo'lib prezident maktablari boshlab berdi tanqidiy fikrlashni o'sha tanqidiy darslarni keyin bular aytganlaridek qolgan maktablar orqasidan keldi bu mikrofon misolini oldingiz bu mikrofon eng zo'r mikrofon deyishsa akalar shuncha olib kelibdi bu yaxshi emas-ku bundan ham yaxshiroq qilish mumkin edi-ku desa rivojlanaveradida shunaqa tanqidiy fikrlash kichkina sinflarda mentalniy arifmetika bilan robototexnikani ichida yengil formada o'tilinyapti ularga fan qilib emas igrovoy qilib keyin 7-sinfdan yuqorilarga u darsli qilib o'tilinyapti Global Press mana hali videolarimizni ko'rsalaring bugun bolalar bilan ham oldim o'zlari aytib beryapti darsda qanaqa qilib debatlar qilganini men aytdim sanlarni shu mani maktabimda bo'layotgan voqeami men o'zim shokdaman ular gapirib bersa Global Press darsida biz mana bunaqa tortishdik Amerikani iqtisodi mana bu Yevropa xalqaro iqtisod haqida gaplashyapti-da. Siz shunaqa narsalarni rostdan gaplashyapsizlarmi? Yo aldayapsizlarmi? Meni degan savol berdim. Yo'q, imminda darsda Nurislom akaning darsida bo'layotgan narsa deyapti. Men xursand bo'ldim. Lekin bu narsani hali kichkina boshlang'ich sinf o'quvchisi uni hali anglamaydi, tushunmaydi-da. 5-6 bu o'sish davri, proses. U ham tushunmaydi. U bolalar tuppa unaqasi qaynab yotgan vaqti bo'ladi. Gormonalni o'zgarish. Shuning uchun 7dan yuqorisiga qo'yganmiz. Bitta taklifim bor-di, yana bitta shu takliflar ichida mana har oyda yig'ilish o'tkazasizlar-ku, biz kelamiz. Men shaxsan o'zim kelaman. Farzandlarim bo'yicha har bitta ustozi bilan gaplashaman. Lekin qaniydi shuni yonida yana bitta anaqa qilsanglar-da. Matematika bilan ingliz tili so'zsiz bu o'qitilishi kerak. Nimaligini boya tushuntirdim. Lekin u yog'iga o'zi bolani qobiliyati qaysinga ekanligini bir ochib berish bo'lmayapti-da. 7-sinfdan yuqoriga. Endi bu yoshligidan shakllantirsangiz zo'r bo'lardi. Yo'q. Mana shu bola bu tomonga qarab rivojlansa bo'ladi. To'g'ri, fikringiz to'g'ri. Qaysidir ma'noda qo'shilaman qisman, lekin to'liq emas. Sababi mana chet elda o'zimiz bilamiz, Finlandiyada, Yaponiyada 4-sinfgacha bo'lgan bolani hamma narsaga
tashlamaydi-da, tashlab yuboradi, qo'yib yuboradida, даже ulardan test ham olmaydi. Hali ham Test olmaydi. bizlarning qadriyatlarimiz uni ko'tarmaydi-da. Agar men test olmasam, meni ota-onalarim kelib chopadi. Endi tan olishim kerak. Nimaga deydi? Chunki ularda bizda u qolib ketganda, qadimdan. Hozir u narsa 5-6-sinfdan keyin bu yo'lga qo'yilishining sababi nimaga? Bola o'zini anglab olishi kerak. Nima kasbni tanlash kerakligini. Mani bolam misol uchun 1-sinfida kosmonavt bo'laman degan, yana bitta qaysidir yilga kelib astronavt bo'laman degan fikri yo'q-da uni. Uni jamlab olish vaqti, qoni qaynoqlik vaqti o'tadi. 5-6-sinfdan keyin o'zini bosib oladida, bola keyin o'ylab ko'radi. To'xta, nimadir endi qilishim kerak. Ota-onam menga shuncha investitsiya qilyapti. Endi to'g'ri yo'lda tanlashim kerak degan davr 7-sinfdan keyin boshlanadi. U ham kimdadir 7da, kimdadir 9da, kimdadir 11da unga ota-ona, oila ham muhim katta rol egallaydi. Tushundingiz? Hozir 7-sinfgacha men unaqa majburlamayman kichkina bolalarda. O'zi ularga o'zi matematika bilan ingliz tilini o'zi mana buncha emas, mana buncha yetadi. Даже mana nachalkamda o'quvchilarini ota-onalarim bizga ham koreyskiy xitoy tili bor, nega qo'yib bermaysiz deydi. Agar sen juda xohlasang, пожалуйста, kirgiz. Lekin men ustoz sifatida men noroziman. Bolani bu psixologiyasiga ta'sir qiladi. O'zi itak-tak ko'p. Bola ota mana o'zingiz aytyapsiz, bizdan ko'ra sizlar bilan. Bola ota bilan onani mehriga zor o'zi. Soat 5 gacha biza bilan. Mana onamiz bolasini 3-sinfda deb yuribdi. Buni ham tan olaylik. Vaqtimiz yo'q, ishlayapmiz. Endi nima shularning kelajagi uchun-da. Meni o'zim ham sizdek ovqat ham qila olmayman kezi kelganda, kechki vaqtda. Qilmayman desam ham bo'ladi. Nima uchun? Shular o'shalarning kelajagi uchun yuribman, men bu yerdagi bolajonlar uchun. Lekin men unaqa majburlamayman pedagog sifatida. Hamma narsa Normonga ham qadamma-qadam chiqamiz. Biz ingliz tilida step by step deydi. Shuda, kelinglar, bechoralar bolaligini his qilsin, podshohligini his qilsin. Etapi kelganda men aytaman, endi siz indamaysiz menga, bu bolangiz meniki, siz indamay qo'yib bering. Mana hozir katta bolasini olib kelsa, mana shunaqa qilaman deb men bu yerga o'tkazib qo'yaman. Bu yoqqa o'tir deyman. Ota-onangga ishim yo'q deyman. Sal boshqacharoq narsani aytdim. Anaqa majburlash nuqtai nazaridan emas, bolani o'zi Bildim qobiliyatini. Psixolog qobiliyatini aniqlab shu bo'yicha ma'lumot berib U ham tursa bo'ldi. 7-sinf. Bolani qachon majburlasa bo'ladi, qachon majburlasa bo'lmaydi. Dars paytiga. O'zi вообще majburlamaysiz. Xohlasa o'qiydi. Yana bitta endi buni tushirmay anaqaga qo'ymaysizlar, olmani tagiga olma tushadi. Yomon emasmisiz, yomon emasmisiz, yomon emasmisiz, faqat uni qurtlatmay, o'g'itlab tursak bo'ldi. Окружениясini to'g'rilab. To'ppa-to'g'ri. Oldidagi muhiti chiroyli bo'lsa bo'ldi. O'g'itlash kerak, всё. Dod deysizmi, voy deysizmi? Meni o'g'lim отвечает siznikidan yomon bo'lgan. O'zimda o'g'lim hozir 3-kursda o'qiydi. Hozir o'shanda psixolog dugonam aytgan, olmani tagiga olma tushadi, voy faqat norma bolang sen yomondirdi. Endi tushunib yetdim. Lekin 7-sinfdan keyin o'qishiga sal требовать qilish kerak. 7dan keyin. Endi o'zim javob bersam hali. Aha. Bilasiz, javobni o'zizcha savol so'radingiz. Bolani o'qish joniga tegib ketganini bilsangiz, majburlamasligingiz kerak. Aha. Dangasalik qilib tanballik qilayotganini bilsangiz, majburlashingiz kerak. Chunki mana Lekin hozir 5 tugatguncha emas-da aka. Yo'q, mayli, u yoshi неважный. Bola boshidan buzilib ketishi mumkin-da bola. Slishkam bo'sh qo'yib. Boshida slishkam ham bo'sh qo'yib bo'lmaydi. Voy, hozir aytgan gaplarim meni triggerить qildi yomon. Daftarda nimaga qizil chizig'i bor? Nimaga ham to'xtash mumkin emas, znak bo'tga qo'yilgan? Har xil savollar to'g'risida gapiryaptilar. Meni ham bitta Asqar degan o'rtog'im bo'lar edi. Imindi shunaqa tabiatli bola. Mana shu joyga bitta narsani aytib ketmoqchiman. Mentalitet hammada har xilda. Voy, Yaponiya to'g'risida gaplashdik. Qadriyatlar hammada har xil. Qadriyat hamma yoqda har xil ekanda. Yaponiyada shuncha vaqt yurdik, ko'rdingiz. Qayerga kirsangiz ta'zim qiluvchi. Da. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Juda Hurmat, ham, insoniy qadriyat, unaqa narsalar balandi. Mentalitet degan narsa bor-da, endi baribir hammada o'ziga to'g'ri keladigan. O'sha mentalitetni barobarida tartib disiplina bo'lishi uchun, bu juda ham важный narsa. Tartib disiplina bo'lishi uchun qanaqadir ограничениялар baribir bo'lishi kerak. Qanaqadir ограничениялар bo'lmasa agar tartib saqlanmaydi. Tartib bo'lmasa agar
kimdir o'sha tartibni ushlab turmasa agar bu nimaga olib keladi? Ne, pravila bo'lishi kerak, qanaqadir pravilalar bo'lishi kerak. То, что san mayli sani to'g'ri haqqing huquqing bor, no xuddi shunaqa uni ham haq huquqi bor, sani qilayotgan ishing unga zarar yetkazmaydigan narsani tushunish kerak. O'sha yerda bo'lishi kerak. fikrim noto'g'ri yana tushuncha Albatta. bo'lib qolmasin. Qarang, to'xtab turish mumkin emas belgilari qo'yilganda, misol tariqasida biz o'shanda nima deganmiz? Nima uchun mana soat 6 dan keyin, misol yo 12 dan keyin to'xtadi odam. Nimaga u zarar berdi? Kimga dedik? Tartib bo'lish kerak. Tartib bilan taqiqning o'rtasida farq bor-da. Ba'zida biz nima uchun yuristlar, inson huquqlari himoyachilari qarshi chiqamiz? Bu oson narsa emas. Vazirlar Mahkamasining qaroriga qarshi chiqamiz. Yo'ldagi mana o'sha poytaxt parkingni qilgan narsasiga qarshi chiqaman. Men uni boshidan chiqib aytganman-da, CMLda. O'zi yo'l kichkina bo'lsa, bu bizni pullarimiz evaziga qilingan asfalt bo'lsa, qanaqasiga sizlar o'zingizlar bunda ustini bo'yab turib pul olasizlar bunga deganmiz. Tartib bilan taqiqni farqi bor-da. Qizil chiziqni qo'yilganini sababi bolani ong ostiga mani aytganim bo'ladi, sen hech kim emassan. Biz shunaqa tushunganmiz. Sen hatto o'zingni mulkingni bizni aytgandek tasarruf etasan, bizni aytgandek foydalanasan degandek qilingan. Bola har qanaqasiga chizib ko'radi boshida, uni qo'yib turish kerak, keyin erkin qo'yib olish kerak. Keyin aytish kerak, agar mana bunaqasiga yozsang chiroyli bo'ladi desa, bola to'g'ri bilan noto'g'ri farqiga ko'rish kerak. Biz bu narsalarni ko'p aytamiz, san sun'iy intellektga savol bergan, Angliyada qizilda o'tib ketgan sun'iy intellektga savol berishgan, avtomobil o'zi boshqaradi. Nima uchun sen qizilda o'tib ketding desa, sun'iy intellekt javob bergan. Men buni xavfsiz deb baholadim degan. Qonunning vazifasi qachon taqiqlab qo'yadi? Ijtimoiy xavfli bo'lsa, ijtimoiy xavfli bo'lmagan narsani bemalol qilish mumkin. Qizilni nima ijtimoiy xavfliligi bor? Nima uchun insonning huquqi cheklandi? Men ochiq gap aytaman, endi ko'p bu narsa aytaman. Endi to'g'risi Dubayga borib 5-marta borganimda vatan tushunchasini tushunganman-da. Nimaga? Qilib tushungansiz. Bu vatan tushunchasi. Nimaga biz endi pul almashtiryapmiz? Siz dedi rezidentmisiz dedi. Yo'q, men rezident emasman. Sen bu yerda turing, bu rezidentlar uchun dedi. Dedim, o'sha yerda farqiga bordim. U bo'lmasa bu hech kim yo'q. Men O'zbekistonga kelsam, Qizilda o'tsam, men ham o'sha jarimani to'layman, boshqa chet ellik ham o'sha jarimani to'laydi. Men ham pulimga o'sha yerni sotib olaman deb uy quraman yoki bo'lmasa kvartira olaman, boshqa ham bo'ladi. Ularda mana tanqidiy fikrlash ketdi-da, misol tariqasida. Ularda o'sha joyni vatanning egasimisiz? O'sha joyning fuqarosimisiz? Uylandi, bola qiz villa qurib beryapti. Nomiga pul beryapti. Misol tariqasida o'shanda ketdi. Biz o'shani aytamiz, "Ey, to'xta" deymiz. Bu mana bu narsa vatan biznikimi? Men mana yaqinda Xivaga bordim. Ahvolni qarang-da, mana Xiva, men uni 2-3 marta gapirib chiqdim. Xivaga borsam kirib ketyapman, gid to'xtatib, "Qayerga ketyapsiz?" deydi. Men unga chapga qarab, katta odam berayotgan savolni qarang, bu menimcha bu yoqdan Ichonqal'dan boshqa joyga ketib bo'lmasa kerak endi. Bu nima savol bu? Bu yoqqa pul to'lab kirish kerak deydi. Bu dedim 2019-yildan pulli bo'libdi. Xivaga kirish, Ichonqal'ga kirish. Qarang-da, mana bu o'sha men aytaman, sen qilasan degan narsa-da, men chizaman, sen men ruxsat bergan shu. Keyin men uni tanqid qildim. Oy, vatanimizni bosib olib, eng biza xo'rlangan davr deb hisoblangan Sovetlar paytida ham Xivaga pul bilan kirilmagan. Birinchi siyosat paytida ham pul bilan kirilmagan. Sen qayerdan bu? Sen katta xolangdan qoldimi? Uzr dedim. Bu xalq, bu davlat, bu yer bizniki edi. Chunki Xorazmning poytaxti bugun pulli bo'lgan bo'lsa, ertaga Toshkentga kirishimiz ham pulli bo'lib qoladi. Chizdim, men aytgan joydan kirasan, bo'lmasa yo'q deb turibdi-da. Tushunasizmi? Mana biz nima uchun kurashamiz? Bizani harakatimizga cheklov qo'yildimi? Nima uchun degan savolni beramiz. Asosda beringlar deymiz. Qizil chiziqmi? Nima uchun? Qayerda asosi bor deymiz. Uni ta'lim vazirligidan kelganlar asosni olmayapti. Biz huquqshunos sifatida u asoslanmagan narsa noto'g'ri deymiz. Nima uchun avtomobil to'xtashi mumkin emas deymiz. Asosga bering. Masalan, agar uni tagida aniq ilmiy tekshiruv bo'lsa, mana shu joyda to'xtashi, ijtimoiy xavfliligi bor, boshqa desa biz unga qo'l ko'taramiz. Toshkent shahrini butun shaharni 60 qildinglar dedik. Nima uchun? Ba'zi joyda 80 da yursin, ba'zi joyda 30 da yursin maktab bo'ldi, ba'zi joyda 100 da yursin.
Lekin nima uchun hamma joyni 60 qildinglar desak, bizaga yo'l harakati xavfsizligidan kelgan xodimlar o'sha televideniyada 120 tezlik, 100 tezlikda kelib urilgan mashinani ko'rsatadi. Buni 70 ta yurgan, qoidaga rioya qilgan odamga nima daxli bor deydi? Buni nima daxli? Siz har qanday huquqini cheklayapsizmi insonni? Uni asosida bering ilmiy. Siz juda to'g'ri aytdingiz, tartib bo'lish kerak. Bu Yaponlarning rivojlanishini o'zining tarixi bor-ku, ularda samuray kodekslari bor. Biz o'sha hamma davlatlarning rivojlanishi, xalqlarning rivojlanishi samuray kodeksi borda, asli bizadagi tushunchalarni ulogan, ya'ni kibr bo'lmasligi kerak. Kibr yo'q. Qarang, kiradi. Men ko'p shu misol keltiraman. Qizim har safar yutib kelsa aytaman, qizim deyman. G'alaba Allohga tegishli. Sen unaqa kibrga berilmagan. Kibri bor odamni eng yomon ko'rgan zoti deyman. Qanaqa o'qisak ham, mana shu 8 milliard aholini qo'shsak ham shaytonning ilmiga bas kela olmaymiz. U o'sha olovni tutunsiz nuridan yaratilgan edi. Uni ilmi kuchli edi deyman. Lekin uni kibr tufayli haydaldi deyman. Bizda qarang, odamlarimizda kibr bor. Yosh bolalarda ham kibr bor, kattalarda ham kibr bor. To'ylar qilamiz kibr uchun, mashina olamiz kibr uchun. Lekin men bolalarga aytaman, Allohning eng yomon ko'rgan narsasi bu kechira olmaslik va kibr. Chunki bolalarning o'rtasida xohlaymizmi yo'qmi, endi biz bola bilan ishlagandan keyin urushchalar bo'lib turadi-da. Bolani zakriy qilib qo'yasiz. Kibr bilan faxri, viqori farqi bor-da. Kibr qachon bo'ladi? Biz temadan Chiqib ketdik-da. Bu farqi bor narsa. tugamaydigan narsa. Shunaqa. Keyin o'zini raporti bor, o'zini shunaqa. o'sha opiti bor. Soat ko'rsatyapti bular ham. Keyin maktabni uzoq yaqinligi haqida masalan nima degan fikrdasiz? Nimada? Mana bir xil ota-ona uzoq bo'lsa ham mana Sergelida turib etib o'qityapti Yunusobodga. Yana kimdir Qorako'lga deb Buxoroga etib qo'yyapti. Biz ham juda unaqa yaqin joyda turmaymiz. Elbur Stoxona tarafda tursak, bu yoqqa 20 minut kamida ketadi. 20 minut ketadi. Probka bo'lmasa, probka Biz bo'ladigan bolani bo'lsa, nimaga boshqa maktabga olmadik? Stress bo'lmasin deb. O'zimiz ko'chib ketdik-ku. ha, u paytda yo'q, ko'chishimizdan oldin kirdimi maktabga? Ko'chganimizdan keyin yaqinda kirdi-yu maktabga. O'zi 2-sinf bo'lsa, ko'chganimizga 3 yildan oshdi. Ko'chganimizga. Ha, Muhammad Aminni. Hozirlar uzoqdan kelib o'qiysizlarmi? Uzoqdan. Men lekin uzoqdan kelib o'qigan ota-onalarga nima bor uzoqdan kelib o'qishga deyman. Qo'yliq 6 da, ha? Qo'yliq Yo'q, Qo'yliq 5. Beriroq. Xonobodga yetmasdi. Xonobodni yo'limi bilmayman men u yoqlarda. Agar juda ham uzoq bo'lsa, masalan, men pedagog sifatida qarshi bo'laman-da. Maktabga bola tez borishi kerak. Bizning tez borgani yaxshi. Da, shofyor olib keladi, o'shaning uchun даже Ular har safar shu gapni aytadilar. Mana fikrimiz bir xil ekan, har safar qarshi chiqaman. U biz ham hududni uzoqligiga qaramaganmiz. Maktab yaxshiligiga qaraganmiz. Lekin ota-bobolarimiz al-Buxoriylar borib Hirotda o'qigan-ku. Endi bir xo'p, necha yoshida borib o'qigan Hirotda? Yoshligidan ketgan, 5 yosh, 6 yosh, 7 yoshidan ketgan. Juda yosh paytida onalari chiqarib olganlar-da. Misol tariqasida. Sizni gapingizga men qo'shilaman. Из-за того, что agar yo'lda juda ham nima charchatsa. Bizning fikrimiz erkaklarniki boshqacha ekan. Yo'q. Bir agar misol uchun sizlarda taksi olib kelib ketyapti, shuning uchun siz 20 minutda ketira olyapsiz bolani. Agar bolani avtobusda yurish vaqti kelsa-da, 40 minut 1 soat yo'lda uxlab, o'qish kerak bo'lgan vaqtini yo'lga o'tkazishiga qarshiman. Bu maktabda kimdir o'zi avtobusda keladimi bu maktabga? Men o'zi yo'q, unaqasi yo'q. Shundan boshlaylik gapni. Yo'q, mana bu kattaroq bo'lganda metroda avtobusda yurayotganlar bo'ladi. Biz boshqa misolni keltiramizda, sizni shunaqa. Auditoriya boshqa. No, просто charchab uzoqqa bordi hozir ham. Yo'q, men misol uchun Nachalkadagi bolamni hozir o'zim Sergelida yashasam Yunusobodga yubormayman. Yo'q, bular hozir aytayotgan joy uzoqqa kirmaydi. Bularda aytayotgan joyi tasavvur qilaylik. Mana uzr, tasavvur qilaylik-da, mana men boshqa joyda turibman, ko'nglimga yoqadigan maktab yo'q. Va men 9-sinfgacha bu yoqqacha yetib kelmasligi mumkin. Lekin shuning uchun vaqtni yo'lda 20 minut, yarim soatda yo'qotish uchun bolani butun bir 9 yillik umrini yo'qotishim kerak? Yo'q, tushunmayapsiz. Ko'chib kelishingiz kerak. Ko'chib kelishingiz kerak. Ko'chib kelishdan ko'ra o'zingiz bilasizku, mashinada yo'q. Hozirgi hektiklaga mana. Angliya nima uchun rivojlangan davlat? Angliyada bola sektorlarga bo'lingan ekan, 6 ta sektori bor yashashiga. Birinchi sektorga bolangizni o'qishga qo'ymoqchimisiz? 6-da yashaysiz, 6-hududda yashaysiz, birinchi hududga ko'chib kelasiz.
Tushundingiz? 5-hududda siz yashaysiz, bolangizni 2-hududga maktabga bermoqchisiz. Uyini tashlab, bu yoqdan arendaga rent qilib, o'sha hududni oldidan maktabga keladi ota-ona bolasi uchun. Men tushuntira oldimmi sizga nimani xohlaysiz? Bizani bu aytganlaringiz mentalitetimizga uncha to'g'ri kelmaydi. Barcha bular shoshilyaptilar. Yo'q, o'zi mana Tugadi, bular ham, ham bular ham. Ha. Keyingilarimiz ham bor. Shu narsa. Bo'ldi, bular o'zi to'g'rilab oladi. Sizlarga kelganlaringizga katta rahmat, tashakkur bildiraman. Fikrlaringizga xursandman. Yana bir bor sizlar bilan uchrashganimdan, zo'r gaplashganimdan. bahsni ochib yubordingiz. Shu bilan bugungi kichkina muhokamaga, munozaraga boy bo'lgan kichkinagina suhbatimiz tugadi. E'tiborlaringiz uchun tashakkur.